Aka-uka opa-singillar, aksiyani yana bombasi boshlandi. Endi ssenariyga kelamiz. Buni o'tgan safar Ozodbek akamlar reklama qilganda 500 so'm reklama qilgan. Qishda, bir kuni ham qishda. Buni 700 so'mdan 900 so'mga sotilib ketgan. Endi mononing senasini portlatishga 400 so'm. Mono senasi 500 so'mdan bo'lyapti. Endi bu troykalarimiz hozirgi paytda senasi 500 so'm. Endi ssenariy keladigan bo'lsak, bu yerda 250 so'mdan boshlanib, eng patolog narxi 500 so'mgacha bo'lyapti. Endi mana troykani qarang, dvoykani. Singillarga, qizlarga 500 so'mdan aksiya ketdi. Bu yoqda. Bu yoqqa kelamiz, bu yoqqa o'tamiz. O'tganimiz ko'zga ko'ringan narsa hammasi 250 so'm. 250 so'mga ko'rib turgan ko'ylak, deysizmi, dvoyka, troyka hammasi. Ito. Plus aksiyaning ichida yana bitta aksiya 5000 so'mdan ko'p olgan tovarga xohlagan narsangizni qo'shib olib keting. Endi adresga keldik. Adresimiz bu tomonimiz Mo'majevish bozori, bu yerda Eski bank, park. Bu tomonimizga keladigan bo'lsak, Melisaxona madrasani oldidan bo'lsa o'tganingizdan keyin ro'parada shu steklanniy magazinimiz. Xudo xolasa ertadan sizlarni kutamiz. Assalomu alaykum.